Salom hammaga, sizlar bilan Animirok kanali. Bugungi videomizda yana jodugarlar 4-chi, 5-chi, 6-chi boblar haqida bo'ladi va videomizni biz boshladik. Nima bo'ldi? Hamma gapirayotgan o'sha iblisning kuchini ko'rishni shunchalik xohlayapsizmi? Yomon bo'lmasdi. Ular meni kishanlab, bo'ynimga mana bu ilohiy medalionni osib qo'yishgan. Shu sababli kuchimni ishlata olmayman. Baribir bu medalyonni bo'yningizga yechishga jur'at qila olmaysiz. Shunday emasmi? Agar qiziquvchanligingiz sizni go'rga tiqishdan qo'rqmasangiz, albatta. Qani? Nimalarga qodir ekaningni ko'rsatchi. Oho. Alloh hazratlari, ehtiyot bo'ling. Jodugarlar sehri degani shumi? Yaqinlashma, maxluq. Mana nima uchun barib uni olov bilan olib bo'lmaydi degan ekanda. U xuddi olovning o'zi-ku. Nega u o'z-o'zidan qo'rqish kerak? Hammasi tugarmi? Olov uchdimi? Rostdan ham bu dunyoda sehr bor ekan. Axir bundan istalgan joyda foydalansa bo'ladi-ku. Qiziquvchanligingiz qondimi, oliy hazratlari? Endi meni o'ldirasizmi? Yo'q, Ledi Anna. Mening sen bilan bog'liq ulkan rejalarim bor. Bu dunyo entropiya muammosiga duch kelmagan. Bu yerda ular shunchaki energiyani ajratib chiqarishadi va bu jarayonni sehr deb ulug'lashadi. Bu abadiy dvigatel nazariy ixtirosidan ham ancha hayratli. Nimalar deyapsiz, oliy hazratlari? Oliy hazratlari, oliy hazratlari, rostdan ham jodugarni ishga olmoqchimisiz? U bir zumda hammamizni changlik supurib tashlaydi-ku. Shunga shunchalik muammomi? Bu muqaddas cherkovga qarshi ochiqchasiga borish degani. Buning ustiga jodugarlar ittifoqi bizni poylab yuradi va qulay fursat tug'ilishi bilan barchamizni qirib tashlashi mumkin. Barf, undan ko'ra menga mehnat shartnomasining nusxasini olib kel. Mehnat nima? Axir sen mening bosh yordamchimsan-ku. Bunaqa narsani bilmayman dema. Men Ledi Annani rasman xizmatga yo'llamoqchiman. Chegara shahri, qal'a ishlar boshqarmasi. Hammasini men aytganday hal qildingizmi? Jodugar tushdan keyin maydonda osib o'ldirildi. Hazrati oliylari, siz uni qutqardingiz, lekin bu hammamiz uchun juda katta xavf bo'lishi mumkin. Shahzodamiz bunaqa ko'p tashvish keltirmasa edi. Mening qarorlarimga shubha qilma, barib. Menimcha jodugarlar hech qanday iblis yoki maxluq emaslar. Ammo barib, bilasanmi? Chegara shahri unchalik yomon joy emas. Shundaymi? Juda yaxshi joy ham deb bo'lmaydi. Aslida bu juda ham zaif va himoyasiz shahar. Agar ikkinchi akamning boyligi yoki uchinchi opamning harbiy qudrati hisobga olmasak, nima deb o'ylaysan? Ularni mag'lub etish imkoniyatimiz qanchalik yuqori? U deyarli 0 ga teng. Shuning uchun taktikani o'zgartirish kerak. Oho. Xullas, barif, Ledi Anna qayerda? Uni huzurimga boshlab kel. Hazrat oliylari sizni ko'rmoqchilar. Mana bu ichki kiyimingiz kiyib oling. Rostdan ham shu kiyimda borishim kerakmi? Ledi Anna, marhamat qiling. Shahzoda Roland sizni kutmoqdalar. Xullas, shoshilinch qurilgan bu kulba Annaning sehrini mashq qilish uchun mo'ljallangan bo'lsa-da, ko'rinishi yomon emas. Hazrat oliylari, Ledi Anna keldilar. Tanlovda adashmabman, senga juda yarashdi. Ishchi kiyimi juda qo'pol, sehrgarlarga esa noqulay. Ammo mana bu xizmatchilar kiyimi esa ayni mudo. Shunaqami, Ledi Anna? Senga kiyiming qulaymi? Hazrati oliylari, nega mendekni o'z xizmatingizga oldingiz? Axir men jodugarman. Atrofdagilarga faqat azob va yomonlik keltiraman. Mendan qo'rqmaysizmi? Qo'rqmayman. Iblislar haqidagi bu safsatalar sening qobiliyating hech qanday aloqasi yo'qligiga ishonaman. Odamlar o'zlari tushunmagan narsalardan va yaxshi tanimaydigan kishilardan doim qo'rqishadi.
Kuching iblis bilan bog'liqmi yo'qmi aniq ayta olmayman, lekin bu kuchni qanday ishlatish faqat o'zingga bog'liq deb o'ylayman. Shuning uchun ham bu kuchni to'liq nazorat qilishni va undan foydalanishni senga o'zim yordam beraman. Anna, yana davom ettira olsami? Olovni boshqarish men o'ylagandek oson ish emas ekan. Ay, kiyimim yana kuyib ketdi. Xayriyat, bir talay zaxira kiyimini tayyorlashni buyurgandim. Mana, oz qotib qoldi. Annaning mashg'uldan kiyimini almashtirgani bejiz emas ekan. U chiroyli libosi kuyib ketsa, achinarli bo'lardi. Hadrat oliylarga xabar bor. Baruf Monsan siz uchun o'ta muhim gap bor ekan. Hazrat oliylari, demak, shu yerda ekansiz-a? Patrul otryadlari iblis maxluqlarining izini topibdi. Ko'rinishdan bu yil iblis oyi odatdagidan ancha vaqtli boshlanadiganga o'xshayapti. Ha? Nima? Xo'p, sizlar bilan Anime kanali bo'ldi. Keyingi videoda ko'rishguncha